Mana bizga shunaqa insonlar kerakda jamiyatga. Aha. Rahmat. Adolat bo'lish kerakda. Rahmat. Suvni tejash hamma uchun zarur. Hamma uchun zarur. Ben qilayotgan ishlardan men juda xursandman. Mana hozir sizlarni kelib surishtirib boshqa qilishlaringiz bu juda bizni mamnun qiladi. Umringlar uzoq bo'lsin, charchamanglar. Iste'molchini tuman suv ta'minoti xodimlari qo'ygan plombaga zarar yetkazishga haqqi yo'q. U yana ham jarimaga olib keladi aka. 4 million 120 ming so'm jarima bo'ladi. 15 kunda 2 million 60 ming so'm to'lab berasiz aka. Kelib o'rganganimizda Zangiota tuman Turkiston MFI Birodarlik ko'chasi 95-xonadon ichimlik suvidan foydalanish qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi uchun 10 barobar jarima rasmiylashtirildi. bo'lib keldi. 160 ming so'mga счетчик olasiz. Sertifikati, pasporti bo'lgan счетчик olasiz xohlagan xo'jmagingizdan. Shartnoma g'irt tekin. Vodokanalga pasportingiz bilan borsangiz, yagona darchaga uyingiz kadastri yo'qmi? Pasportingizni olib yagona darchaga borsangiz, nomingizda mol-mulk yo'q degan bir varaq spravka beradi. Spravkani asos qilib bo'lish shartnoma qila olasiz. Yo'q, hech gap yo'q unga. Bu ham olib kelaman, majbur bo'lganimdan olib kelganmiz ana. 4 million 120 ming, 4 million 120 ming hozir jarima soladi mana ichki ishlar bazasi bilan. Zangiota tumani Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi Normirzay Baxtiyorgan xonadoni xatlov qilindi. Xatlov qilinganda ichimlik suv tarmog'iga noqonuniy ulangani aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha ma'muriy jarima qo'llanildi.